Hammaga salom, men ismim Bekzod. University of Milan universiteti Management of Innovation and Entrepreneurship yo'nalishi magistratura birinchi bosqich talabasiman. Bugun sizlar bilan qisqacha University of Milanning asosiy kampusini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Xo'p, bu universitet haqida ozroq ma'lumot beradigan bo'lsam, bu universitet 1924-yilda tashkil topgan. Bugungi kunda 60 mingdan ortiq talaba o'qiydi va 22,5 ming atrofida professor va dotsentlar bugungi kunda dars berib kelishadi. Xo'p, bu universitet ko'plab yo'nalishlar bo'yicha top 300 talik reytingga kirgan va shu bilan bir qatorda ba'zi manbalarga ko'ra Italiyada 3-o'rindagi oliygoh hisoblanadi. Binoning arxitekturasi bilan biroz qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Bu universitetimiz bog'i, shu bilan bir qatorda dars beradigan asosiy o'quv xonalari o'quv eshigidan kirishni chap tomonda joylashgan. Universitetga kirganda o'ng tarafida bu qismida asosan kutubxona joylashgan. Bu yerda talabalar darsdan bo'sh vaqtlarida erta-kech o'z ustilarida ishlashadi. Xo'p, kapshonga e'tibor bermaysizlar. Bugun Milanda havo sovuq. Xo'p, sizlar bilan hozir oshxonasini ko'rib chiqamiz. U yoqdagi jarayonlar, ovqatlari va imkon bo'lsa, xonalarni kirib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu dars xonalarining asosiy binosi hisoblanadi. Ko'rib turganlaringizdek, 4 qavatdan iborat, pastki etaj bilan hisoblaganda, pastki etajda asosan oshxona, mensasi joylashgan. Tepadagi xonalar esa hammasi o'quv xonalari. Bu yoqda balet xonasi bor, faqat hozir yopiq, kirish mumkin emas, lekin tadbirlar bo'lgan taqdirda shu yoqda balet emas, orkestr. Orkestr sahnalari tashkil qilinadigan joy. Ma'lum bir bayram paytlarida kirib, bemalol vaqtimizni cho'q samarali o'tkazishimiz mumkin. Bu universitetda ko'plab bir qulayliklar yaratilgan. Shundan biri, xo'p, o'quv dars jarayonlarida talabalarga kerak bo'ladigan har xil turdagi kopiya, raspечатка, shunga o'xshash xizmatlar universitet tarafidan yo'lga qo'yilgan. Bu juda arzon. Bu prosess bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Xo'p, bu universitetning pastki etajida joylashgan. Xo'p, bu yoqda ko'rib turishlaringiz mumkin. Masalan, 3 ta turdagi abonement to'lovlari mavjud. Bu 1 yillik. Xo'p, 100 ta kopiya 5 euro, 220 ta kopiya 10 euro va 360 ta kopiya 15 euro. Menda bor, faqat so'rab o'tgan, ko'rsataman. Okey, mandagisi bu O'zbek aka holda ketishidan oldin tashlab ketgan. Shaxsiy o'zim ishlatganim yo'q. Bu xullas shunaqa ishlatilgan, chiqarilgan kopiyalar o'chiriladi va 1 yil davomida 100 talik, 220 yoki 360 talik kopiyalarga shunaqa tarzdagi chiqarib berishadi va bundan bemalol foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari aytib o'tishdi, agar bizda bunaqa abonement to'lovlik qog'oz bo'lmagan taqdirda oddiy bitta kopiyani narxi 10 sent. Bu jarayon bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Atrofni ko'rsatishingiz mumkin. Bu yerda universitet talabalari uchun juda ham keng sharoitlar yaratilgan. Shu bilan bir qatorda konservat mahsulotlari ham arzon narxda atrofni ko'rsatishingiz mumkin. Universitetning pastki qismida, ya'ni eng oxirgi qavatida tushganda bu yoqda studiya room joylashgan. Bu yerda talabalar ovqatlanadi, suhbatlashadi va dars qilishadi. Bu mumkin rekord chiqarishimiz mumkin. Bu universitetning ichki hovlisi hisoblanadi.
manzarani ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda ham talabalar tashqarida toza havoga chiqishadi. Perikor qo'sh tirnoqchida va do'stlar davrasida suhbat. Menimcha yaxshi joy. Shu bilan bir qatorda universitet ichki qismida kichik bir shunaqa suv havzasi mavjud va bu yoqda ko'rganda asablarni tinchlantiradigan va turli xil chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan baliqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Kirib kelishda ro'parasida o'zgaruvchi bir church joylashgan. Sizlar bilan o'sha joydan ko'rib chiqamiz hozir. Menimcha hozir bunaqa o'qiydigan vaqti, prayer time. Mana shunaqa o'chiga yo'q. Mana shu bino aslida Uzbekistan is where? Near Russia. Xullas, oldimizda hozir ikkita problema bor. Universitet kutubxonasi tepadagi etajda. Birinchisi u yoqda montaj tugur, kirishda o'zi mumkin emas, appointmentsiz. Ikkinchidan u yoqqacha chiqish, bizda lift yo'q. Bu universitetda ikkinchi kichik hovlisi hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqa estetik, chiroyli atmosferada o'quvchilar dam oladi, fikr almashadi, o'tiradi va ovqatlanishadi. Bu universitetimiz o'zining merchlari. Xo'p, saytidan bemalol kirib, xohlasak zakaz qilishimiz mumkin. Xohlasak, tadbir va qanaqadir bunaqa savdo majmuasi bo'lganda qo'yiladi, bemalol borib ko'rib sotib olishingiz mumkin.